Raspakovka chek. Bunam sizlar bilan Xitoydan kelgan tovarlarimni raspakovka qilamiz. Shunaqa neobычный narsalar kelgan qizlar. Ko'pchilik chet davlatlardan tovar zakaz qilish qiyin yoki kargosi bilan qimmatga tushib ketadi deb o'ylashadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, sifatini sizlarga явно ko'rsatib berganman. Birinchisi mana shunaqa ko'nya. Aynan shu ko'nyalarni biz o'zimizda 550 ming, 500 mingdan sotilayotganini ko'rgandim. Pekin fabrichniy bo'lsa ham bizda tovarlar anchagina qimmat. Menga esa bu ko'nyalar 200 mingga ham tushmadi to'g'risi. Sifatini videoda ko'rgan bo'lsanglar kerak. Ikkinchisi mana shunaqa yoz uchun neobычный tapchka. Shunaqa yengil, shunaqa chiroyli ekan. Bu esa menga kargosi bilan 40 mingga tushdi. Chetdan zakaz qilish ayol va qizlarimiz hech bo'lmasa o'zi uchun o'rganish kerak deb o'ylayman, chunki hammani ham qimmat tovarlarni bozordan, butikdan olishga qurbi yetmaydi. O'zi uchun, farzandlari uchun neobычный chiroyli narsalarni aynan chet eldan o'zini narxida bemalol olsangiz bo'ladi. Ko'nyalarni ham sifatini ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. O'zimizniki bilan bir xil, birga bir. Aynan mana bunaqa atlasnoy ro'mollarni ham bu yerdan topsanglar bo'ladi. Har xil razmerligisi bor. Eng katta razmerdan tortib, o'rtacha razmerdagi atlas ro'mollargacha. O'zi bilasizlar, men zakaz pro kursimda bitta emas,